Салам достор, сиздер күткөн жаңылык, сиздерге айтканбыз мурунку рилсте меню алмашат деп. Азыр сиздер менен Ташкенттен келген 22 жылдык стажы бар бренд шеф-повар менен тааныштырам. Анда эмесе, кеттик. Assalomu alaykum. Bozorqo'rg'on ahli, Qirg'iziston. Mana biz Toshkent shahrining Bosphorus Family restoranidan shu restoranni tizimlashtirish, обучение поваров, yana nima desam bo'ladi, menyularni o'zgartirishga keldik. Xudo xolasa bizning Safixo kompaniyamiz bor. 4 dan oshiq dunyo bo'yicha ishlaydi. Germaniya, Amerika, Fransiya bo'yicha ishlanadi. Именно restoranlarni yurg'izish, tizimlashtirish, поварларning обученияsi bo'yicha Family restoraniga xudo xolasa yangi menyular, yangi taktikalar, ofitsiantlarning обученияsi, professionalni hamma odamlarni olib kelganmiz. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Hamma Bozorqo'rg'ondagilarni shu yerga taklif qilamiz. Marhamat. Naki достор, повар менен тааныш болдук. Сиздерге жаңылыгыбыз ушул болчу. Суроо, сизге Кыргызстан жактыбы? Жакса эмнеси менен жакты? Qirg'iziston ahli juda mehmondo'st ekan. Juda yoqdi. Bozorqo'rg'ondagi, Jalloboddagi barcha restoranlarni aylandik. Juda ham zo'r, atmosfera zo'r, insonlar juda ham zo'r, hammasi yoqdi, Xudoga shukr. Endi mana Xudo xohlasa mana shu Bozorqo'rg'ondagi Family restoranini imkon qadar professional darajaga olib chiqamiz. Поварларni обучениясini juda ham zo'r qilamiz, Xudo xohlasa. Kelganinglarda yoqadi. Narxlari ham juda приемлемо, juda qimmat emas. Средний уровеньda bo'ladi, lekin taomlari professional и очень большой уровеньda bo'ladi. Xudo xohlasa kelib yeb ketasizlar. Go'shtli taomlarimiz juda ko'p. Именно вот turetskiy blyudalar bo'yicha, turetskiy ovqatlar bo'yicha aytib o'tishim mumkin. Adana kaboblar, qafaslar, qo'zi qafaslar, etlar, go'shtlar zo'r bo'ladi, Xudo xolasa. Hammalarni kutib qolamiz. Salatlarimiz ham zo'r, kстати. Kelinglar mana, marhamat. Family restoraniga. Naki достор, өзүңүздөр билгендей эле жакында жаңылыктар болот, андыктан биз менен болуңуздар.